Mehmon stoliga mos, juda ham chiroyli, mazasini aytmaysizlarmi? Вообще zo'r. Xullas, chiroyi bilan ko'zni, mazasi bilan dilingizni rom qiladigan ajoyib porsionli desert tayyorlaymiz. Gazga qo'yiladigan tega qalin idishga 125 ml sut, doimgi deyman, kallex sutidan ishlataman. 125 ml suv, 1 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz va mazali kallex saryog'idan 100 g qo'shib, o'rta olovga qaynatgani qo'yamiz. Qaynab chiqqan suv massasiga 150 g oyli navli sifatli turon unini qo'shib, to'xtamasdan lopatkada aralashtirib turgan holda xamirni taxminan 2 daqiqa pishiramiz. Pishgan xamirni boshqa idishga bo'shatib, ozgina sovutib olishimiz kerak bo'ladi. Endi xamirga 5 ta tuxumni bir donadan qo'shib, har birida yaxshilab birlashguncha aralashtiramiz. Beshinchi tuxumni idishga chaqib olib, oz-ozdan qo'shish lozim. Chunki tuxumlarning katta kichikligi har xil bo'ladi. Tuxumni ozginadan qo'shib, xamirga kam yoki ko'p ketishini shunda kontrol qilishimiz mumkin. Tayyor xamirimiz lopatkadan xuddi ko'rsatib o'tganimdek zo'rg'a oqib tushadigan quyuqlikda bo'lishi kerak. Menda tuxumlar kichkinaroq bo'lgani uchun 5 ta emas, 5,5 ta tuxum ketdi. Xamirni dumalona satkali konditor qopchiga qo'yib, pishiriq qog'oz solingan listga nohotdan kattaroq tomchilik ko'rinishda siqib chiqamiz. Uchli chiqib qolgan joyini barmog'imizni qo'llab to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Mini profiterolichalar oldindan 180 darajada qizib turgan, tepa-past yoqilgan rejimdagi duxovkada chiroyli qizargunicha taxminan 25 daqiqa pishiriladi. Ushbu ketma-ketlikda qolgan xamirni ham pishirib olamiz. Umumiy hisobda menda 3 ta list chiqdi. Endi navbat mazali kremga. 400 g muzdek qaymoqga 250 g muzdek quyultirilgan sut va 1 choy qoshiq vanilin shakarini solib, mikser izlari tushguncha ko'pirtiramiz. So'ng 200 g 15-20% yaxshi smetanani qo'shib, yana nomiga mikserlaymiz. Tayyor krem mana shunaqa quyilib ketmagan konsistensiyada bo'lishi kerak. Kremga tayyorlab olgan mini profiterolichalarimizni aralashtirib, morojniy yoki mana shunaqa martinka idishlariga joylashtirib chiqamiz. Orasiga malina, ustiga esa eritib olingan shokolad va myata barglari bilan yasatsanglar, desert yanada chiroyli, qiziqarli va mazali bo'ladi. Ushbu masalliqlardan menda 10 ta porsiya chiqdi. Juda ham mazali, yegan sari odam o'zini to'xtata olmaydigan, mehmon dasturxoniga qo'ysangiz aniq ortmaydigan desert bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman.